لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. El-İmran suresi 130. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-İmran 130. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, cazanını kat-mı-kat aşırıp yemenler. Maqsadınlağa erişiş için Allah'tan nehi kılgan işlerden terk etip korkunlar. Kafirler üçün tayarlangan dozaqdan, yani dozaq kirişke sebep oladigan yaman işlerden saklanыңlar. Sizlerge rahmet kılınış üçün Allah'a ve Peygamberge itaat kılыңlar. Rabbinglarning mağfiretiге ve taqvadarlar üçün tayarlangan kengliki osman zamingacha keladigan cennetge aldırаңlar. Taqvadarlar kengchilikdimi, qısınchilikdimi Allah yolida pul mal sarf qiladiganlar. Öç ilishqa qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar. Yamanlık qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodarlar yaman bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat ve ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlardir. Bu yerlerde ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Jazonining mutlaq haromlik to'g'risida. Allah Teala mu'min bandalarini jazoni xo'rlik qilish ve jazonini qatma-qat yeyishdan to'sdi. Ular islom kelishdan ilgariki mezgilida birersiga qarz berse, qarzning vaqti to'shqanda qarz algan kishiga qarzni qaytirgan. Qaytirolmasang, uning o'sim bilan qo'shib bergin deydi. Agar qarz algan kishi qarzni o'z vaqtida qaytirolmasa, qarzi o'sim bilan qaytiradi. Bu her yili shundoq davomlashaveradi. Oxirida ozroq pul qatlanib hatta nihayeti jiq pulga aylanib qoladi. Allah Teala bendilerinin dünya ve ahiretten nicat tepiş için ularni taqvodorlik qilishga buyurdi. Ularni do'zaxdan qo'rqitib ve agahlandırıp mundaq dedi. Kafirlar üçün tayarlangan do'zaxdan, yani do'zaxga kirishga sebep bo'ladigan yaman ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmet qilinishi uchun Allah'a ve Peygamberge itaat kılınlar. Yaxshi ishlarni qilishga ve cennetga erishishga rag'batlantirish to'g'risida. Allah Teala mu'minlarni yaxshi ishlarni qilishga ve Allah Teala'ga yaqin bandlardan bo'lishga rag'batlantirib mundaq deydi. Rabbinglarning mag'firatiga ve taqvodorlar üçün tayarlangan, yani kafirlarga do'zax tayarlangandek mu'minlarga tayarlangan kengliki osmon zamingacha keladigan jannatga aldırаңlar. Bu ayetning ma'nosi jannatning bek uzun ekanligiga bishoratdir. Xuddi jannatning to'shaklarining sifatidagi ular astarlari qilin tavardan bo'lgan to'shaklarga yo'linadi degan oyatdagidek, agar
cennetning to'shaklarining astarlari qalin tovardan bo'lsa, teshi nimadan bo'ladigandu deganga o'xshash, bu oyatning ma'nosimi jannatning kengligi uning uzunligiga o'xshashdir. Chunki jannat arshning ostidagi bir gumbazdir. Gumbaz shakllik narsaning kengligi uning uzunligi bilan o'xshashdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom bunday deydi: sizlar Alloh taoladan jannatni so'rasanglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. Haqiqatan Firdavs jannatlarning eng ustidagisi va eng olisidir. Uningdan jannatlarning eriq o'stanglari etilib chiqadi. Uning o'g'isi Rahman taolaning, ya'ni Rahman sifatlik Alloh taolaning taxtidir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Rabbinglarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Bazzar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, Alloh taolaning kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar degan oyatiga qaraganda, jannatning kengligi osmon zamingacha bo'lsa, do'zax qayerda deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: kechini ko'rmadingmi? Kech kelib hamma narsani qoplasa, ya'ni hamma narsani qorong'ulikning qo'yniga olsa, kunduz qayerda dedi. U kishi Alloh xohlagan yerda dedi. Payg'ambar alayhisalom: shuningdek do'zaxmi Alloh taolo xohlagan yerda bo'ladi dedi. Bu hadis iki xil ma'noni ifodalab berdi. Uning bir ma'nosi, kunduzda biz kechining qayerligini bilmasakmi, bilmaganligimiz kechining yo'qligini ifodalamaydi. Shuningdek do'zaxmi Alloh xohlagan bir yerda bo'ladi. Yana bir ma'nosi, kunduz olamning bir tarafida bo'lsa, kecha yana bir tarafida bo'ladi. Shuningdek jannat osmonlarning ustidagi, arshning ostidagi eng oliy bir yerda bo'lsa, do'zax eng tuvan bir yerda bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, jannatning osmon zaminning kengligida bo'lishi bilan do'zaxning Alloh xohlagan bir o'rinda bo'lishining hech qanday qarama-qarshiligi yo'qdir. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib bundaq deydi: taqvodorlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Alloh yo'lida pul-mol sarf qildiganlar, ya'ni qiyinchilik va kengrichilik ixtiyoriy va ixtiyorsiz, sog'lom yo kasallik holatlarida deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu haqda bundaq deydi: mollarni kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va ashkori yo'sinda xayr ihson qilganlar Robbining dargohida savob topadi. Buning umumiy ma'nosi ularni Alloh taologa bo'ysunishdan, Alloh taoloning roziligini izlab sadaqa qilishdan va o'zlarining urug' tuqqanlari va boshqa kishilarga har xil yaxshiliklarni qilishdan hech qanday bir ish to'sib qola olmaydi. O'z ilishqi qodir turug'liq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Ya'ni ular ochiq kelgan vaqtida ochiqini yutadiganlar va ochiqini yo'shirish bilan o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradiganlardir. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: kishilarni yiqitgan kishi kuchlik hisoblanmaydi, lekin haqiqiy kuchlik odam ochiqlangan vaqtida o'zini tutib olgan kishidir. İmam Ahmad İbn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: bir kishi qarzdor faqir kishiga muhlat bersa yoki uningdan u qarzni kechirib etsa, Alloh uni jahannamning o'tidan saqlaydi. Agah bo'linglar, haqiqatan jannatning amali do'ngdagi qattiq yerdir degan so'zni 3 qitim takrorlagandan keyin
agah bulunlar, hakikaten dozaqning amali o'yladiki yumshoq yerdir. Baxtlik odam fitnalardan saqlangan odamdir. Bir bandining ochiqini yutishi Alloh taolo yaxshi ko'radigan bir ishdir. Bir banda Alloh roziligi uchun ochiqini yutsa, Alloh uning qalbini iymoniga to'shqizdi. İmam Ahmad Sahil ibn Muazning dadasidan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ochiqini chiqarib olishga qodir turib, uni yutib etsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni xaloyiqlarning oldida chaqirdi ham uningga hurlar ichidan xolig'ini tanlab olish ixtiyorligini berdi. La ilaha illalloh. İbn Mardaviy İbn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ochiqini besib olganlarga beriladigan savoblarning ichida Alloh taoloning roziligi uchun bir qitim ochiqini besib olgan kishining savobi eng kattadir. O'ch ilishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, ya'ni ular kishilarga ochiqlanmaydi. Balki o'zlaridan kishilarning ranjib qilishidan saqlanadi. Kishilarga ochiqlanmaganligi bilan Alloh taolodan savob umid qiladi. Yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechirib o'tadiganlardir. Ya'ni ular kishilarning yomonliklarini to'sish bilan birga o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradi. Ular dillarida bir kishiga yomonlik qilishni o'ylamaydi. Bu eng asl axloqdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Hadisda mundaq deb keldi: 3 ish bor. Uning rostligiga qasam ichaman. Birinchisi, qilgan sadaqa mol-mulkini kim etmaydi. İkincisi, Allah Teala başkalarının yomonligini kechirgan bandani aziz qiladi. Üçüncüsü, bir kishi Allah Teala'nın roziligi uchun kamtar bo'lsa, Allah Teala uning martabasini ustun qiladi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Ya'ni ular bir gunohni qilib qolsa, u gunohiga tavba qiladi va Alloh taoladan kechirib etishni tilaydi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi gunoh qilsa, ondan u: "Rabbim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim. Meni kechirsang" desa, Alloh taolo: "Bendem gunoh qildi." Ondan u gunohini kechiradigan va gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Robbining borligini bildi. Men bendemning gunohini kechirib etdim deydi. Ondan u kishi yana gunoh qildi. Ondan Rabbim, haqiqatan men gunoh qildim. Meni kechirgin desa, Alloh taolo: "Bendem o'zining gunohini kechiradigan va gunoh qilganlik uchun azoblaydigan Robbining borligini bildi. Sheksiz men bendemning gunohini kechirib etdim" deydi. Ondan u yana gunoh qilib, "Robbim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim. Meni kechirgin" deydi. Alloh taolo: "Bendem o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Robbining borligini bildi. Sheksiz men bendemning gunohini kechirib etdim" deydi. Ondan u yana gunoh qilib, "Robbim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim. Meni kechirgin" deydi. Alloh taolo: "Bendem o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Robbining borligini bildi. Men sizlarni guvohchi qilaman. Haqiqatan men bendemning gunohini kechirdim. U xolig'ini qilsin" deydi. La ilaha illalloh. Abdurrazzaq Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi
gunohlar uchun mag'firat talab qiladi degan oyati tushganda iblis, shayton yig'lab ketgan edi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ya'ni Alloh taolodan boshqa biri gunohni kechira olmaydi. Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ya'ni ular gunohlarga tavba qildi. Alloh taologa qaytdi. Gunohni davomlashtirmadi. Va qayta gunoh qilib qolsa-mu, uningga tavba qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid Abdulloh ibn Ubayd ibn Umayr mundaq deydi. Kimki tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendeki oyatning ma'nosi bilan o'xshashdir. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qildiganligini bilmamdi. Kimki birer yomonlik yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr'dan Payg'ambar alayhisalomning munbar ustida turib mundaq deganligini rivoyat qiladi. Boshqalarga rahim qilinglar, sizlarmu rahim qilinasizlar. Gunohinglarning kechirilishini so'ranglar, gunohinglar kechiriladi. Kishilarning so'zlariga ergashkichi kishilarga voy. Qilmishlarining yomonligini bilib turib davomlashtirgan kishilarga voy. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib bo'lib mundaq deydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayra qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir. Va va'z nasihatdir. Jihoddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turmiz. Ya'ni g'alabani hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Sizlarni shahidlardan qilish, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlar ularga yetgan musibat orqali paklashi uchun, kofirlarni yo'q qilish uchundir. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali paklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilishi uchundir. Ey mu'minlar jamiyati, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan urushishdan ilgari uni arzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Uhud urushida musulmonlarga kelgan musibatning hikmatini bayon qilish to'g'risida. Uhud urushida mu'minlarning ichidan 70 kishi shahid qilindi.
Allah Taala bu mu'minlarga kelgan musibatga tasalli berib, mundaq deydi. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Ya'ni bu ish sizlardan ilgirki payg'ambarlarning ummatlariga mi kelgan. Oxirida yaxshi oqibat mu'minlarga, yomon oqibat kofirlarga bo'ladi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Ya'ni Qur'onda hamma ishlarning ochiq bayoni bor. Shundaqla ilgirki ummatlar bilan dushmanlarining qandoq bo'lganligi bor. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'z nasihatdir. Ya'ni Qur'on cheklangan va gunoh bo'ladigan ishlardan to'sqichidir. Dillaringlarga hidoyat ato qilguchidir. Alloh taolo mu'minlarga tasalli berib, yana mundaq deydi. Jihoddan bo'shishib qolmanglar. Ya'ni sizlarga kelgan musibatning sababi bilan ojizlashib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Ya'ni ey mu'minlar, yaxshi oqibat va g'alaba sizlarga mansubdir. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Sizlarning ishchinglardan ba'zinglar jarohatlangan va ba'zi turkum kishilar o'ldirilgan bo'lsa, sizlarning dushmanlaringlardanmi yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Keyingi yaxshi oqibat sizlarga mansub bo'lsa-mu, bir hikmat uchun birer qitim dushmanlarni sizlarning ustinglardan g'alba qildiramiz. Bu Allah'ın haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Bu dushmanlar bilan bo'lgan urushda kimning sabr qiladiganligini ko'rishimiz uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajaga musharraf qilishi uchundir. Ya'ni ular Alloh taolaning yo'lida o'ldirildi va Alloh taolaning rizoligini izlab jonlarini berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Ya'ni agar ularning gunohlari bo'lsa, ularning gunohlari kechiriladi. Agar ularning gunohi bo'lmasa, ularga kelgan musibat sababidan ularning darajalari ko'tarildi. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. Chunki kafirlar g'alaba qilsa, haddidan eshib, ko'ranglab ketadi. Bu ularning vayron bo'lish sababidir. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Ya'ni Alloh taolo sizlarni sinamig'icha ichinglardagi mujohidlarning dushman bilan urushganda savr qiladiganligini ko'rmagicha jannatga kirgizmaydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Sizlarga ilgarikilar uchragan kulfatlarga uchramay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'ch tutilgan edi. Alif, lam, mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanlar sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar?
ya'ni ey mu'minlar, sizlar bu kun kelishdan burun düşmanlar bilan urushishni va urushishni orzu qilgan edinglar. Düşmanlar bilan uchrashishni va urushishni orzu qilgan edinglar. Mana sizlar orzu qilgan va talab qilgan kun yetib keldi. Endi urush qilishinglar ve sabır qilishinglar lozim. Hadisda Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi bayon qilindi. Sizlar düşman bilan uchrashishni orzu qilmanglar ve Allah Taoladan xotirjamlikni so'ranglar. Agar sizlar düşman bilan uchrashsanglar, sabr qilinglar. Bilinglarki, cennet qilishning soyasi ostidadir. Şuna Allah Taala mundaq deydi. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Ya'ni kishilarning urushish uchun sap tuzgan, qilich shamsharlarning yoltirgan va nayzlarning giralishib ketgan vaqtida o'limni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Al-İmran suresi tafsiridan 143. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq anglashimizda, o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.